Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, amallar nihoyasiga qarab baholanadi. Agar banda yaxshi xotima bilan vafot etsa, bu Alloh taoloning undan rozi bo'lganiga dalolat qiladi. Demak, Alloh taolo uni yaxshilik bilan yakunlab, qiyomat kunida uni ana shu ulug' itoat holatida tiriltirishni xohladi. Kimdir so'rashi mumkin, qanday qilib menga yaxshi xotima nasib etadi? Qanday qilib go'zal holatda vafot etaman? Axir o'lim to'satdan keladi-ku. Alloh taolo aytganidek, hech bir jon ertaga nima qilajagini bilmaydi va hech bir jon qaysi joyda o'lishini bilmaydi. Javob esa juda aniq. Agar yaxshi holatda vafot etishni istasangiz, Allohga itoatni davomli qiling. Chunki Alloh taolo mo'min bandasiga rahmati shundaki, uni hech qachon tashlab qo'ymaydi. Agar banda Allohning itoatida sobit bo'lsa, namozini, ro'zasini muhofaza qilsa, Robbisiga yuzlanib yashasa, Alloh taolo uni ana shu holatda vafot ettirishi bilan izzatlaydi va unga yaxshi xotima nasib qiladi.